Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamaysizlar? Ona bola bor. Juda to'ymas sulloq qo'y. Yeb ichishi yaxshi demoqchiman-da. Mana shu yonidagi bolasi. Mana shu bolasi mana shu. Fevralda tug'ilgan mana shu qo'chchoq. Fevral bo'lsa, mart, aprel, may 3 oylik bo'libdi. Ona bola xullas mana qachi. Mana shu faqat sotiladigan mana shu ikkita ona bola, bitta ona bola-da. Mana naryoqli u boshqasini bolasi, u sotilmaydi. Mana bu kichkina oldidagi bilan mana shu qizil ona bola. Nomerini qoldiramiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, ishqibozlar bo'lsa. Bolasi qo'chqor. Mana shu qo'chqor bolasi. Ana qo'rqoq ekan.